Qadrdonlar, Prema egasi nomidan qora Lacetti Gentra qilingan, puli arzonlaridan xohlagan odamlar uchun mana sizlarga qora Lacetti 1.8 Gentra qilingan, yillari ham yaxshi 2010-yil Lacetti'ni Gentra qilib qo'yishgan. Eng zo'ri Prema ega dehqondan. Xo'p, diskalarga Gentra qilingan, bakovoylargacha qo'yilgan. Ukam aytishyaptiki, aka $2000 oshib ko'rganman deyapti. Rangini shunday giboga sepishgan ekan, butun ekan boshida, pechat mashina ekan, lekin 2018-2009 metallarigacha bor ekan. O'sha turgan holatlari zo'r ekan. Agar tezda video qo'ygansa ishlarim zarur deyishdi. Mana shu obunachilarimiz uchun mana shunaqangi o'shali qorasidan kelsa etinglar deganlarga endi aytolmayman. Shu video kanalga qo'yaman. Telefon qilib o'zlaring olib ketishlaring mumkin. Xo'p, yurgani qancha edi ukam? 295 ming yurgan, halol pok yurgan ekan. Salonlarni akkuratni qilib yuvib, tozalab, chiroyli qilib qo'yishdi. 295 ming halol probegda. Evakorlarni ham yaxshini qo'yib qo'yishdi ekan. Ko'ringlar, ma'qul kelgan bo'lsa, mashina oxirgi narxini 5,5 mingga beraman deyishyapti. Bu mexanika 1.8. Va holati istarasi vobshe chotki. Turgan adresi Qo'qonning qaysi tomoni ekan? Furqat tumani. Qo'qon Furqat tumanida turibdi. Olib kelishdan sangi mashinalar bo'lsa, olib kelsalar, xudo xolasa narxini chiqarib sotishga yordam beramiz. Mashina oxirgi qo'lga tegadigan bo'ladigan narxi $5500 ga berilar ekan. General Davenus, Lubo Davenuslar berilgan dokumentda mana shu bexijolat ekan. Ukamning o'zlari nomida faqat naqd pulga sotiladi. Variantga berilmaydi ekan. Faqat naqd pulga. Pul zarur deyishganiga olib kelishni sotyapmiz. Agar yoqqan bo'lsa, jigarlab, like, podpiska bosib olasiz.